Assalomu alaykum azizlar. Bugun yana bir Cobalt avtomobilimizga 90 litrlik metan gaz ballonni o'rnatib berish jarayonini sizlar bilan tanishtiraman. Videoni oxirigacha kuzating. Qanaqa zapchastlar, qanaqa jihozlar, sifati qanaqaligini men sizlarga video davomida tushuntirib o'taman. Ballonni o'rnatish jarayoni. Alon qo'lini ham zeng olakman. Videoda o'tirsangiz bo'ladi. Bu avtomobilimizga blok boshqaruv, ya'ni miyasi Polsha miyasi bilan o'rnatib beryapmiz. Markasi Basico 24/4. Juda ham sifati yaxshi kompyuterlarimizdan. Reduktorni original X reduktor bilan o'rnatib beryapmiz. Buni ham sifati juda ham yaxshi sifatga ega reduktorlarimizdan va italyanskiy rail farsunkamiz 2 ohmlik juda ham farsunka, ideal farsunka. Azizlar, sizga ham shunday sifatli xizmatlarimiz kerak bo'lsa yoki o'zingizni qiziqtirgan savollaringiz bo'lsa, pastda raqamlar qoldiramiz, bemalol qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Azizlar, bu Cobaltimiz yangilangan versiyadagi Cobalt, ya'ni MCM Cobalt deyiladi. Buni kompyuterlari, yana bir ikkita joylarda, polni elektron sistema tablolarda, umuman hamma joyida farqi bor. Hozir bu Cobaltimizga programma urish jarayoni ketyapti. Kalibrovka qilinyapti. Mana ko'rishingiz mumkin. Motoriga va korobkasiga programmasini yozib beryapmiz. Gazni programmasi. Azizlar, kimga shunday sifatli xizmatlarimiz kerak bo'lsa yoki o'zingizni qiziqtirgan savollaringiz bo'lsa, bemalol pastda raqamni qoldiramiz, aloqaga chiqishingiz mumkin. Azizlar, bizda yana bitta Cobalt avtomobilimizga metan gaz ballonni o'rnatish jarayoni boshlandi. Tagidagi chanasini tayyorlash jarayoni. Azizlar, bunga ham Yevropa gaz brendiga tegishli Basico 24/4 reduktor X original reduktor bilan o'rnatib beryapmiz. Farsunkasini Xitoyda original X farsunkasi bilan o'rnatib beryapmiz. Kimga shunday sifatli xizmatlarimiz kerak bo'lsa, 1 yil kafolati bor. Pastda raqamlar qoldiramiz, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Mana Cobaltimiz ham tayyor bo'ldi. Mana ishlash jarayonida o'rnatilganlari, reduktorimiz X original, farsunkamiz X farsunka originali, Xitoyda original variantlari. Blok boshqaruvi Yevropa gaz, Polshaniki, Basico 24/4. Bizda ish jarayonlari bu yoqda Labo avtomobilimizga 65 litrlik metan gaz ballonni o'rnatib beryapmiz. To'ylar yaxshi o'tdimi? Kuzovni azizlar teshmasdan chiroyli qilib o'rnatib beramiz. Bakda surgan holatda. Mana azizlar, bak mana bu yerga joylashadi. Va zapaskasi ham joy-joyiga tushadi. Bizning ishxonamiz Yevropa gaz katta yo'lning bo'yida joylashganmiz. Bemalol kimga shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'lsa, qo'ng'iroqlashib kelishingiz mumkin.